Salom, bugun sizlar bilan hacker. Короче, bugun skinimga e'tibor bermanglar. Hacker skin topolmadim. Shuning uchun bugun seriyamiz bor. Hozir uyga boramiz. Titan, lekin u ismini qo'ymabdi. Короче, unda videoni boshladik. Короче, akalar, biz hozir borishimizdan oldin biz magazin sotib olamiz bugun qishloqda. Shuning uchun pul olamiz. Boya so'rab keldim. Video yoqishimdan oldin 8 stak devdi, ikkalasini 4 stakdan. Tak 1 2 3 4 5 6 7 8 stak oldik. Qanunda ketdik. Tak kecham chiqib qopti. Tax. Titan. Kim? Ye uzr. Qalay, what's up bro? What the heck? Короче, siz menimcha boya aytganingizda videodan oldin mana shu basenni olaman diyordingiz. Короче, men mana bu ikkita magazinni olaman. Unda pul olib chiq. Boya ikkalasini ham so'rab keldik. Ana uni 10 stak devdi. Basenni 10 stak olish kerak. Men esa 8 stak oldim, diamond. Tak, короче, bo'lle. Mana bu hozir eshigi qulf. Ana ichidan qarasak basen bor, ichida ham Mametda ham basen bor. Короче, tak bo'ldimi? Qani ketdik endi bolalar. Eshigini qulflab qo'y. Qani unda men birinchi beraman. Yo, what's up? Arendachi qalaysiz? Короче, men bugun ikkalamiz men ana ikkita magazin sotib olmoqchiman-da, o'sha necha pul bo'ladi deb so'radim boya. 8 stak devdingiz. Ha, 8 stak devdim. Ana shu sandiqqa qo'yib qo'yaver agar olsang. Xo'p, короче, men sandiqqa 8 stak qo'yib qo'yaman. 1 o'ziga berib qo'yaveray, bexavotir. Mana. To'xtang, bunday qilamiz. 1 2 ana 3 4 5 6 7 8 bo'ldi. Короче, o'ziga berib qo'ydim. U endi do'kon meniki to'g'rimi? Ha, o'shaniki endi bor xo'jayinchalik qilaver. Bo'ldi, endi sen ol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Griffinni skinini qo'yib olganmisan? Kecha eshitdingizmi? Men so'radim, bashi necha ming turadi? Ha, o 10 stak degan edim. O'shani menga berib qo'ysang bo'ladiki, 12 bo'ladi-da u. Buncha qimmat desang, unda ichida basenlar bor, tovarlar bor-da. 10 stak beraver, keyin 12 bo'ladi. Mana. Sizga? Tak, unda bolalar biz kutib turamiz, balki olamiz do'konda. Mana sizga. Mana sizga. Mana sizga. Qizil kiyimdagisi o'g'ilning-ku. Ha, men do'stim kutyapman-da. Ukamni, ya'ni to'g'ri. Ha, kutib. Tak, tezroq tashib bo'l. Titan. No, lekin ana unisi ham skini ham ismiga mosda Titan. Mana. Короче. Mana. Bo'ldi. Bo'ldi, ketdik. To'xtang, arendachi U endi biznikimi? U endi sizlarniki. u endi bizniki. Xo'p. Qarang, oyga necha stakdan to'lab turaman men. Ikkalasiga 1 stakdan 2 stak bo'ladi. Rahmat unda. Menchi necha stak to'lab turaman? Senga amayli, senga o'zingga u shaxsiy bo'ldi. Ketdik. Rahmat. Короче, akalar, men mana shu ikkita do'konni sotib oldim. To'xtanglar, men bu do'konni kimdir sotib olgan o'xshaydi. Buni kimdir sotib olibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima olasan? Yo, prosta ko'ruvdik, behamal ketdik biz. Alaykum. Eshikni yopamiz, amal yopib qo'yadi ukam. Tak. Unda sen o'zingizga boraver. Kaltini senga berdi o'xshay. Berdi. Menikida o'zi boya
ochib qo'yuvdi. Tak, короче, men bularni sindirib tashlayman. Hozir tovarlari yo'q menda, lekin keyinroq olib keltiraman. Ularni sindirib tashlaymiz. Yo'q, ularni sindirma. U sotiladi. U narxi u bo'lle. Uni sindirib yotibdi ukam. U narxi unga tegmaslik kerak. Bu narxi yo'q. Buni sindirib qo'yibdi ukam. Boshqa joyga qo'yib ketdi. Tak, bolalar, mana ko'rib turibsizlar, meni magazinim, короче, mana ishchisi bo'ldi. Keyin bunga tovar olib keltiraman, men bu yerga sandoqni qo'yaman, dohodlar bo'ladi. Короче, buni mana ko'rib turibsizlar. Hoy, nima qilyapsiz? Nega bu yoqqa chiqib oldingiz? Короче, men bu ikkita, men bu yondagi do'kon bilan buni sotib oldim. Endi meni ishchimsan. Aha, tushundim. Hali mahsulotlar olib keltirmadingiz-ku? Ha, keyinroq olib keltiraman, короче. Короче, ketdik ukam oldiga. Bu yoqqa tinti. Nima? Yoqqa oldimga. Bu meni polizim, короче, ana ukam polizi. Yoqqa ichini ko'rish kerak avval. Men buni. Och, eshikni qulf-ku. Eshikni och tezroq. Mana men bular narxi edi, u sindirib qo'yibdi bilmasa. Mana короче, basseynlar bo'llar. Tak, bu biz qishlog'imiz. Короче, qarang, sizga bitta gap. Bu endi sizni xo'jayiningiz, buni ishchisiz, bu yoqqa dohodlar solinadi. Yana tekinga deb, qarzga deb kelsa beravermayman boshqalarga. Xo'pmi, jeter? Ha, xo'p, tushundim sizlarni. Xo'p, unda biz ketdik, короче, bo'llar. Qastir qulfa. Короче, akkalar bizni qishlog'imizda. Keyin bizda bank ochilibdi deb eshitdim. Ketdik, o'sha bankka borib ko'ramiz. Ketdik. Yoqqa pullarimizni saqlasak bo'ladi. Xo'p, men bu merni uyi edi. Bu yoqqa mer hali saylanmadi. Keyin boshqa videolarda saylashimiz mumkin. Mana tomonda edi bank. U kattagina qurilibdi. Qani ketdik. Qalay-yu? Nima deyapsizlar? Kelinglar, mana qo'llar. Biz prosta bankka keldik pul olishga. Pul qo'yishga. Короче, salom, Shetel. Ha, sizlarga nima kerak bo'ladi? Bu yoqda buni bank deb eshitdik. O'zi ham tepasidan ko'ringanda bankka o'xshadi. Bu yoqqa pul yashirsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ana ko'chadagi bor-ku, o'sha bedrock bilan qurilganga ichiga kirib, ana qo'riqchidan ruxsat olib, pullaring ko'rsatib, keyin ruxsat olib kirib yashirib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p, rahmat, tushuntira olding. Bu Mameta jetel qochib ketibdimi? Ha, yoki bu yoqqa ishchi hali qo'yilmagan bo'lsa kerak. Qani ketdik. Yo'lmay, juda tonyaptimi bola? Ketdik. Yo'q, endi quyosh chiqib ketgan. Pullar olib kerak aka. Yo'q, hali qo'ymaymiz. Prosta hozir bilib olaylik. Salom, jetel. Ha, kelinglar yana. Короче, biz pul qo'ymoqchi edik bu bankka. Qoch oldimda o'ralashma. Короче, mana shu bank deb eshitdik, mana shu yashirar ekan. Qani bitta ko'rsak bo'ladimi? Yoqqa qarash mumkin. Ha, bo'ldi. Uzr. Pul olib kelsak, shu yoqqa yashirsak bo'ladi-ya? Ha, bo'ladi. Bunda ketdik. Rahmat jetel senga ham. Bo'ldi. Qani ketdik endi. Tak, bolalar, bugun biz magazin sotib oldik bu videomizda. Bu boshqa videolarda mer saylaymiz. Короче, bu meniki, boshqa keyin tovar olib keltiraman. Короче, tablechkalar qayerga qo'yib tursam ekan? Men uyga borib ozgina uxlab olay. To'xtanglar-da, men merni Aka, men ozgina uxlab olay. bo'ldi. Короче, hali mer saylamadik, shuning uchun mana shunaqa qo'yish kerak tablechka. Taxta qo'yish kerak. Taxta qo'yish kerak, chunki mer yo'q, keyin mer saylaymiz. Hech kim qarash mumkin emas-da merni uyiga, короче. Xo'p, qarash mumkin emas deb o'zim qarayapman. Короче, bolalar, polizlarim yomon o'sib ketibdi-yu, o'shani bosib mayli endi. Keyinroq anaqa qilaman. Lekin kun ham isib ketdi bolalar.
Tak basen olsammi desam, pulim yetmaydi hozir. Mayli, hozir 2 stak pulim bor meni, keyin narsalar buyurtma qilaman, o'shandan dohod keladi, keyin basen olaman-da. Tak. Короче, bolalar ko'rganinglardek, bugun biz bank ko'rdik. Men 2 ta do'kon sotib oldim va orqamdagi tinta esa basen do'kon sotib oldi. Bugungi videoim shundan iborat edi. Qanunda barchaga xayr. Bitta like bosib obuna bo'lib ketish sizlardan, esinglardan chiqmasin. Hammaga o'xshab har minutda so'ramayapman-ku do'stlar. Bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, bo'ldi. Video oxirida yoki boshida so'rayman, bo'ldi. Bir marta, 2 marta so'rayman. Qanunda hammaga xayr. Hammaga xayr bolalar.